أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sure Naba 40 oyat Mekkada nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Mushriklar o'zaro nima to'g'riliq so'rashidi? Ular cho'ng bir xabar, ya'ni qiyomat to'g'riliq so'rashidi. Ular shu, ya'ni qiyomat to'g'risida ixtilof qilishquchilardir. Hargiz undaq emas. Ya'ni qiyomat ularning o'ylig'inidek yolg'on emas. Ular haqiqiy ahvolni kelgusida biladi. Hargiz undaq emas. Ular beshiga kelgan azobni kelgusida biladi. Zaminning ustida muqimlashishinglar va keng tuzlanliklarga ziroat terib foydalanishinglar uchun zaminni besot qilmadikmi? Zaminning tavrab ketmasligi uchun tog'larni qo'ziq qilmadikmi? Sizlarni ayol qilib yaratdik. Uyquni sizlarning badaninglar uchun rahat qildik. Kechini libos qildik. Kunduzni sizlar tirikchilik qiladigan vaqt qildik. Ustonlarda mustahkam 7 osmonni bino qildik. Sizlar uchun yenib turgan chiroqni, ya'ni kunni yaratdik. Ochliqlarni, o't-cho'plarni, daraxtlari qo'yiq bog'chilarni o'stirish uchun bulutlardan mol yomg'ir yog'dirib berdik. Qiyomat kuni haqiqatan mukofotlash va jazolash vaqtidir. U kuni sur chilinadi. Sizlar top-top bo'lib kelisizlar. Osmon ochilib, nurg'un eshiklar paydo bo'ladi. Tog'lar harakatlantirilib, sarabdek bo'lib qoladi. Ya'ni tog'lar to'zib, jiroqdan qarg'uchiga suvdek to'yiladi. Jahannam haqiqatan kuffarlarni kutib turdi. Jahannam shubhisizki gunohkorlarning joyidir. Ular jahannamda uzoq muddat qoladi. Ular jahannamda jahannamning haroratini yeniklatadigan birer so'rinlikka va tashnolikni qondiradigan birer ichimlikka erisholmaydi. Ularning erishidigini faqat yuqori haroratlik qaynoq suv va jiringdinli iborat bo'ladi. Bu ularga beriladigan muvofiq jazodir. Chunki ular qilmishlaridan hisob elinishdan qo'rqmaydi. Hamda bizning oyatlarimizni qattiq inkor qiladi. Har narsani to'liq xotirlab qo'yamiz. Ularga aytamizki, tetinglar, sizlarga faqat azobni ziyoda qilamiz. Shubhisizki taqvodorlar ne'matga erishadi. U ne'mat bog'lar, üzümlerdir. Tangtush qizlardir. Sharob bilan to'ldirilgan jamlardir. Ular jannatda yolg'on so'z, behuda so'z anglamaydi. Ani shular Parvardigoringning bergan mukofoti, yetarlik atosidir. U osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi shaylarning Parvardigoridir. Nihoyat shafqatlikdir. U kunda hech kishi uningga so'z qilishga qodir bo'lolmaydi. Jibril va farishtalar sap bo'lib turib ketadigan kunda, ya'ni qiyomatda ularning orasida mehribon Allohning izniga erishgan va to'g'ri so'zni qilganlardan boshqa hech ahadining so'z qilishiga bo'lmaydi. Ana shu cho'qim bo'ladigan kundir. Kimiki iymon bilan, yaxshi amal bilan Parvardigoriga qaytadigan yo'lni tutishni xolisa, tutsin. Biz sizlarni haqiqatan yuz berishi yaqin azobdan, ya'ni oxirat azobidan ogohlantirdik. U kunda kishi ilgari qilgan amallarini ko'rdi. Kafir, koshki men tuproq bo'lib ketgan bo'lsam-chu, deydi. Avlod ovozliq asarlari. Sura Naziyat 46 oyat. Mekkada nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik
va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Kuffarlarning jonlarini qattiq tortib olg'uchi farishtalar bilan qasamki, mu'minlarning jonlarini siliq olg'uchi farishtalar bilan qasamki, Allohning amrini osmondan tez elib tushguchi farishtalar bilan qasamki, mu'minlarning jonlarini elib jannatga ilgirliguchi farishtalar bilan qasamki, Allohning amri bilan koinotning ishlarini boshqarguchi farishtalar bilan qasamki, sizlar cho'qim tirildirilsizlar. Sizlardan cho'qim hisob elinadi. Bu kun, ya'ni qiyomat kunida zamin va uningdagi shaylar qo'shilib tavraydi. Uning orqasidan osmon va uningdagi shaylar qo'shilib tavraydi. Bu kunda dillarni, ya'ni kuffarlarning dillarini qo'rqinish bosidi. Shu dillarning egilarining ko'zlari qo'rqinishdan tikilib qaraya olmaydi. Ular aytadi: "Rastla biz avvalgi holimizga qaytirilamdik. Ya'ni o'lgandan keyin tirilamdik. U bizning chirigan so'ngak bo'lib qolgan vaqtimiz emasmi?" Ular aytdi: "Undaq bo'ladigan bo'lsa, bu, ya'ni o'lgandan keyin tirilish ziyonli qaytishdir. Ya'ni biz o'lgandan keyin tiriladigan bo'lsak, do'zax ahli bo'lganligimiz uchun ziyon tarqıçılarımız. Bir sayha, ya'ni İsrafilning sur çelishi bilanla ular, ya'ni jimi xaloyiq yer ostidan zaminning ustiga chiqib qoladi. Sana Musaning xabari keldimi? O'z vaqtida uni Parvardigori Tuva nomli muqaddas vodida mundaq deb chaqirdi: "Sen Fir'avnning qishig'i borgin. U haqiqatan haddidan oshdi. Uningga kufrdan va gunohlardan pok bo'lishni xohlamsan. Seni Parvardigorimni tonishga yetaklashimni xohlamsan. Uni tonisang, Parvardigoringdan qo'rqsanda, yaxshi amallarni qilasan" degin. Musa Firavunga cho'ng mo'jizini ko'rsatdi. Firavun Allohning payg'ambari Musani inkor qildi va Allohning amriga osiylik qildi. Ondan Firavun Musadan yuz o'rib, hiyla-mikr ishiltishga kirishdi. U sehrgarlarni, askarlarini, tavalarini to'pladi. Ham nido qilib dedi: "Men sizlarning buyuk Parvardigoringlar bo'laman." Allah uni dunyo va oxiratning azobi bilan jazoladi. Shak shubhisizki, Allohdan qo'rqadiganlar buningdan ibrat oladi. Sizlarni yaratish mushkulmi yoki osmonni yaratish mushkulmi? Allah osmonni yaratdi. Uning egizligini yuksak qildi va kamkutsiz qildi. Uning kechsini qop-qorong'u, kunduzini yo'p-yo'riq qildi. Shuningdan keyin zaminni ahli zaminning turishiga loyiq qilib yoydi. Zamindan buloqlarni oqtirdi, o'simliklarni o'stirdi, tog'larni zaminda muqim qildi. Alloh taolo ularning hammasini sizlarning va hayvonlaringlarning foydalanishi uchun yaratdi. Qiyomat kelganda, shu kunda inson yaxshi yomon qilmishlarini aslaydi. Qarg'uvchilarga jahannam ochiq ko'rsatiladi. Kimiki kufrda, gunohda chekidan oshidikan, dunyo tirikchiligini oxiratdan ortiq ko'rdikan, uning joyi haqiqatan jahannam bo'ladi. Parvardigorining oldida so'roqqa tortilishdan qo'rqadigan, o'zini nafsi xohishiga berilishdan, ya'ni harom qilingan narsalardan cheklagan odamga kelsak, haqiqatan uning joyi jannat bo'ladi. Ular sendan qiyomatning qachon bo'ladiganligini so'raydi. Sen uni qandoqmi bayon qilib bera olaysan? Uni bilish Parvardigoringga xosdir. Sening vazifang faqat
qiyomatdan qo'rqadigan odamni ogohlantirishdir. Ular qiyomatni ko'rgan kunda go'yo o'zlarini dunyoda faqat bir kashqurun yoki bir atigan turgandek gumon qiladi. Avlod ovozliq asarlari. Sura Abasa 42 oyat. Makkada nozil bo'lgan. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Yeniga amo kelganligi uchun payg'ambar alayhissalom tarini turdi va yuzini o'rib oldi. Ey Muhammad, nima bilasan? Balki u sendan olgan ma'rifat bilan gunohlardan poklanishi mumkin. Yoki vaz nasihat anglab uningdan foydalanishi mumkin. O'zini imondan behojat hisoblaydigan odamga kelsak, sen uningga yuzlanasan, ya'ni uningga quloq selib tabliğ qilishga ko'ngil bilasan. U kufrdan, gunohlardan poklanmasa, sana nima ziyn edi? Sendan ma'rifat tilab, Allohdan qo'rqqan holda yugurib kelgan kishiga kelsak, sen uningga qarmay qo'ysan. Buningdan keyin unda qilmag'in. Bu oyatlar vazdur. Xolgan odam uningdan vaz nasihat oladi. U, ya'ni Qur'on oyatlari qimmatlik, qadri yuqori, pok sahifalarga yozilgandir. U hurmatlik yaxshi farishtalardan bo'lgan putukchilarning qo'lidadir. İnsonga la'nat bo'lsinki, u ajab kafir bo'ldi. Allah uni nimadan yaratdi? Allah uni abimanidan yaratdi. U to'liq yaratilib bo'lguncha Allah uni bir qancha bosqichlarga bo'lib paydin-pay yaratdi. Ondan uningga mangar yo'lini osonlashtirib berdi. Ondan uni vafot qildirdi. Uningga ko'miladigan qabrni barpo qildi. Ondan Allah uni xohlagan vaqtda tirildirdi. Hargiz undaq emas. Ya'ni bu kafir inson takabburligidan yansun. U Allah'ның buyurganlarini bajo keltirmedi. Bu kafir inson o'zining yemekliklariga ibret nazari bilan qarasin. Biz bulutdan zo'r miqdorda yomg'ir yog'dirdik. Ondan zaminni uningdan o'simliklarni chiqarish bilan yardik. Sizlarning va hayvonlaringlarning manfaatlanishi uchun zaminda ochliqlarni, üzümni, o't yoshlarni, zaytunni, xormini, daraxtlar qo'yiq bog'chilarni, turlik mevalarni, o't cho'plarni o'stirdik. Qiyomatning quloqni gaz qilgudek qattiq ovozi kelgan chaqda hamma odam o'z holi bilan bo'lib qoladi. U kunda kishi o'zining qarindishidan, onasidan, otasidan, xotinidan va bolalaridan qochidi. U kunda har odamning bir holi bo'ladi-ki, uning boshqalarga qarshiga shu holi yor bermaydi. U kunda nurg'un yuzlardan nur, kulka va xo'shal xo'ramliq yig'ib turadi. Yana bu kunda nurg'un yuzlarni chang to'zang besib ketgan, qordab ketgan bo'ladi. Bular bo'lsa kafirlardır, fajirlardır. Avlod ovozliq asarlari. Sura Takvir 29 oyat. Makkada nozil bo'lgan. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Kunning nuri o'chgan chaqda, yulduzlar to'kilgan chaqda, tağlar gumron bo'lgan chaqda, bo'g'oz to'gilar tashlab etilgan chaqda, yovvoyi hayvonlar to'plangan chaqda, dengizlar o't bo'lib lavuldigan chaqda, jonlar
öz qayoshlarga qo'shilgan chaqda, tirik ko'mib etilgan qizdan sen qaysi gunoh bilan o'ltirilding deb so'ralgan chaqda, nomi amallar echilgan chaqda, osmon echib tashlangan chaqda, do'zax qizitilgan chaqda, jannat taqvodorlarga yaqinlashtirilgan chaqda, har odam o'zining qilgan yaxshi yomon ishlarini biladi. Kunduzi yo'shiring'ichi yulduzlar bilan, patidigan vaqtida yo'shirinadigan yulduzlar bilan qasam qilaman. Qorong'ulikqa cho'mgan kechi bilan qasam qilaman. Yo'rishqi boshlagan subihi bilan qasam qilaman. Qur'on haqiqatan Allohning izzatlik bir elchi orqali nozil qilingan so'zdir. U elchi kuchlikdir. Allohning dargohida martabalikdir. Farishtalar uningga itoat qilguchidir. Bu yerda, ya'ni osmonda u ishonchlikdir. Sizlarning hamrohinglar, ya'ni Muhammad alayhissalom majnun emasdir. U, ya'ni Muhammad alayhissalom Cibrilni haqiqatan ro'shan ufuqning sharqida ko'rdi. U, ya'ni Muhammad alayhissalom g'ayibni tabliq qilishda bexil emasdir. U, ya'ni Qur'on qo'g'landi shaytonning so'zi emasdir. Qayerga borsizlar, u, ya'ni Qur'on butun ahli jahonga nasihatdir. Sizlarning oranglardan din borasida ravurus bo'lishni xohlaydiganlarga Qur'on nasihatdir. Faqat olamlarning Parvardigori Alloh xohlagandila, ondan sizlar xohlaysizlar. Ya'ni Alloh xohlamagicha sizlarning xohlaganinglarning hech foydasi yo'q. Avlod ovozliq asarlari. Sura Infitor 19 oyat. Mekkada nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Osmon yerilgan chaqda, yulduzlar to'kilgan chaqda, dengizlar bir-biriga qo'shilgan chaqda, qabrlar osti-usti qilingan, ya'ni o'liklar chiqarilgan chaqda, har odam ilgari keyin qilgan ishlarining hammasini biladi. Ey inson, seni marhamatlik Parvardigoringga osiylik qilishga nima oldi? U seni yaratdi. A'zolaringni bejirim, qomatingni tuz qildi. Seni u xohlagan shaklda qurashtirdi. Hargiz undoq qilmanglar. Ya'ni Allohning karamiga mag'rur bo'lmanglar. Ey Makka kufarlari, balki sizlar dinni inkor qilasizlar. Halbuki sizlarning ustinglarda sizlarni ko'zitib turg'uchi farishtalar bor. Ular Allohning dargohida hurmatlik farishtalar bo'lib, sizlarning so'zinglarni va amallaringlarni yezib turadi. Ular qilmishinglarni bilib turadi. Mu'minlar shak shubhisiz jannatda bo'ladi. Kafirlar shak shubhisiz do'zaxda bo'ladi. Ular qiyomat kuni do'zaxga kiradi. Ular hargiz do'zaxdan ayrilmaydi. Qiyomat kunining dahshatligining qandoqligini qandoq bilalaysan? Qiyomat kunining dahshatligining qandoqligini qandoq bilalaysan? U kunda bir odamning yana bir odamga yordam berishi qo'ldan kelmaydi. Bu kunda hukm Allohga xosdir. Avlod ovozliq asarlari. Sura Mutaffifin 36 oyat. Mekkada nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. O'lchamda va tarozida kambarguchilarga voy.
Ular kishilardan o'lchab olgan chaqda to'liq oladi. Kishilarga o'lchab yoki tortib bergan chaqda kam berdi. Ular büyük bir kunda tirildiganligiga ishonmamdi. U kunda insonlar olamlarning Parvardigorining huzurida tik turdi. Ular tarozida o'lchamda kam berishdan yansun. Yaman odamlarning nomi amali cho'qim sijjinda bo'ladi. Sijjin degan nima? Uni qandoq bilalaysan? U yaman odamlarning qilmishlari xotirlangan bir daftardir. Bu kunda inkor qilguvchilarga voy. Ular qiyomat kunini inkor qiladi. Uni faqat kufrda haddidan oshgan, intayin gunohkor odamlar inkor qiladi. Uningga bizning oyatlarimiz tilovat qilinsa, u bu qadimkilarning hikoyalaridir deydi. Hergiz undaq emas. Balki ularning gunohlari tufaylidan dillari qariyib ketgan. Hergiz undaq emas. Haqiqatan ular bu kunda Parvardigorini ko'rishdan mani qilingan. Ondan ular haqiqatan dozoqqa daxil bo'lguchilardir. Ondan ularga mana bu sizlar inkor qilgan narsa, ya'ni azobdir deyiladi. Rasla yaxshi bandalarning nomi amali shak shubhisiz illiyonda bo'ladi. Illiyonning nima ekanligini sen qandoq bilalaysan? U yaxshilarning amallari xotirlangan daftardir. Uningga Allohning yaqin farishtalari guvoh bo'ladi. Yaxshilar ne'mat ichida, ya'ni jannatda bo'ladi. Ular taxtlar ustida turib, Allohning jannatda ularga bergan turli ne'matlarga qaraydi. Ularga qaraydigan bo'lsang, ne'matning ularning chiroylaridan chiqib turgan asrini toniysan. Ular og'zi pechatlangan sop sharob bilan sug'uriladi. İçişinin ahırda uningdan iparning hidi kelib turdi. Qiziquvchilar shuningga qiziqsin. Uningga, ya'ni sop sharobga tasnimning suyi aralashtirilgan. Tasnim jannatdagi bir buloq bo'lib, uningdan Allohning yaqin bandalari ichidi. Kafirlar haqiqatan mu'minlarni masxir qilib kulatdi. Mu'minlar ularning oldidan o'tganda, ular o'zaro ko'z qisishatdi. Uylariga qaytganda, mu'minlarning g'ayvatini qilib, mazza qilgan holda qaytishatdi. Mu'minlarni ko'rganda, bular sheksiz adashqanlar deyishatdi. Ular mu'minlarni ko'zitishga avatligini yo'q. Bugun, ya'ni qiyomat kuni mu'minlar kafirlardan kuladi. Kafirlarning holiga esil taxtlar ustida o'ltirib nazar tashlaydi. Kafirlar mu'minlarni masxir qilgan qilmishlarining jazosini tortdimi? Avlod ovozliq asarlari. Sura Inshiqoq 25 oyat. Makkada nozil bo'lgan. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Osmon yerilgan. Parvardigorining amrini anglab itoat qilgan. Parvardigorining amrini anglashqa, itoat qilishqa loyiq bo'lgan chaqda. Zimin so'zilgan. Qo'ynidagi narsalarni, ya'ni o'liklarni, madanlarni sirtqa chiqarib, quruqdinib qolgan. Parvardigorining amrini anglab itoat qilgan. Parvardigorining amrini anglashqa, itoat qilishqa loyiq bo'lgan chaqda inson xiyoliga kelmagan dahshatlik ahvollarga yo'liqdi. Ey inson, sen haqiqatan Parvardigoringga muloqot bo'lguningga qadar
öz ishingda sayi ijtihod qilasan, ya'ni amalingning natijasini ko'rsan. Nomi amali o'ng tarafidan berilgan odamdan oson hisob elinadi. U jannatdagi oilasiga xo'shal-xo'ram qaytadi. Nomi amali orqa tarafdan berilgan odam voy deb to'laydi, ya'ni o'limni orzu qiladi. Do'zaxga kiradi. Chunki u dunyodagi chig'ida oilasida shodxo'ram edi. U Parvardigorining dargohiga qaytmayman deb gumon qildi. Undaq emas. Ya'ni u Parvardigorining dargohiga qaytadi. Parvardigori haqiqatan uni ko'rib turg'uchidir. Shafaq, ya'ni kun potqandan keyinki ufuqdagi qizillik bilan kecha va uning qorong'uligi bosgan narsalar bilan nuri kamolatga yetgan oy, ya'ni to'lin oy bilan qasamki, sizlar jazman bir holdan yana bir holga yo'tkilib tursizlar. Ular, ya'ni mushriklar nimishqa iymon etmaydi? Ularning yenida Qur'on o'qilgan chaqda nimishqa sajda qilmaydi? Balki kofirlar haqiqatni inkor qiladi. Ularning dillaridagi yo'shirin narsalarni Alloh obdan biladi. Ularga qattiq azob bilan xo'sh xabar bergin. Faqat iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilar üzülmez savobga erishidi. Avlod ovozliq asarlari. Sura Buruj 22 oyat. Makkada nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Burujlarning egisi bo'lgan osmon bilan, qiyomat kuni bilan, juma kuni bilan, harp kuni bilan qasamki, o'raklarning egilariga la'nat bo'lsin. U o'raklar lavildab turgan o'tlar bilan to'ldirilgan edi. Ayni vaqtda ular o'raklar ustida o'ltirib, o'zlarining mu'minlarga qilayotgan ishlarini ko'rib turadi. Ular mu'minlarni faqat g'olib, madihiga loyiq Allohga iymon etganliklari uchunla yomon ko'rdi. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh hamma narsani ko'rib turg'uchidir. Mu'min er va mu'min ayollarga ziyonkashlik qilgandan keyin kufrdan qaytmaganlar shubhisizki jahannamning azobiga duchor bo'ladi. Ularga o't bilan azob qilinadi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar shubhisizki ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga sazovar bo'ladi. Bu cho'ng baxtdir. Parvardigoringning jazosi shak shubhisiz qattiqdir. Alloh xaloyiqni haqiqatan yo'qdan bor qiladi. Ya'ni o'lgandan keyin ularni tirildiradi. Alloh mu'min bandalarning gunohini mag'firat qilguchidir. Ularni do'st tutquchidir. Arishning egasidir. Nihoyati ulug'dir. Xolig'ini qilguchidir. Ey Muhammad, sen lashkarlarning Firavun va Samudning qissasidan xabar topdingmi? Quraysh mushriklari ashu kofirlarga nozil bo'lgan azobdan ibrat olmay davomliq inkor qilishyotidi. Allah kofirlarning atrofini qorshab turg'uchidir. Balki ular inkor qilgan narsa Lavhul Mahfuzda saqlangan ulug' Qur'ondir. Avlod ovozliq asarlari. Sura Tariq 17 oyat. Makkada nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon
Allah'ның ismi bilan boshlayman. Osmon bilan. Tariq, ya'ni kechida oshkora bo'lg'uchi yulduz bilan qasam qilaman. Tariqning nimaligini bilamsan? U yo'ruq yulduzdir. Har bir odam bilan shu odamni saqlag'uchi farishta bor. İnsan nimadan yaratilganligiga qarasin. U etilib chiqquchi ma'nidan yaratildi. U ma'ni umurtqa bilan qovurg'i so'nkining orasidan chiqadi. Shak shubhisizki Allah uni asliga keltirishga, ya'ni tirildirishga qodirdir. Sirlar oshkora qilinadigan kunda, ya'ni qiyomatda uningdan, ya'ni insondan azobni dafi qiladigan hech kuch va yordamchi yo'qdir. Yomg'irliq bulut bilan qasamki, yerilib giyohlarni undirib beradigan zimin bilan qasamki, Qur'on shak shubhisiz haq bilan botilni ayirg'uchi so'zdir. U chaqchaq emasdir. Ular, ya'ni mushriklar Qur'onni yo'qqa chiqarish uchun haqiqatan hiyla-mikr ishiltidi. Men ularning hiyla-mikriga taqobil turman. Ey Muhammad, kafirlarning halok bo'lishiga oldirmag'in. Ularga ozroq muhlat bergin. Uzoq qolmay, ularga qandoq qiladiganligimni ko'rsan. Avlod ovozliq asarlari. Sura A'la 19 oyat. Makkada nozil bo'lgan. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Hammadan ustun Parvardigoringning nomini pok e'tiqod qilgin. U butun mahluqotni yaratdi. Ularni bejirim, ya'ni chiroyli va munosib shaklda qildi. Mahluqotga foydali ishlarni taqdir qildi. Ularga foydalanish yo'llarini ko'rsatdi. O't-cho'plarni o'stirib berdi. Ondan ularni qaramtul quruq o't xasga aylantirdi. Ey Muhammad, sana Qur'onni o'qitimiz. Allah nasxi qilmoqchi bo'lgan narsadan boshqani unutmaysan. Allah bandalarning oshkora va yo'shurun so'z harakatlarini bilib turdi. Seni biz oson yo'lga, ya'ni islom shariatiga muvaffaq qilamiz. Vaz nasihat foydali bo'ladigan bo'lsa, kishilarga Qur'on bilan vaz nasihat qilgin. Allohdan qo'rqqan odam vaz nasihatni qabul qiladi. Eng shaqiy odam vaz nasihatdan qochadi. U katta o'tqa, ya'ni dozoqqa kirdi. Ondan u o'tda o'lmaydi va obdan yashamaydi. Kufrdan va gunohdan pok bo'lgan odam maqsadiga yetdi. U Parvardigorining nomini yod etdi. Ondan namoz o'qidi. Sizlar dunyo tirikchiligini ortiq ko'rsizlar. Oxirat yaxshidir va boqiydir. Bu, ya'ni bu suradagi vazlar shak shubhisiz burunqi kitoblarda İbrahim va Musolarning kitoblarida bordir. Avlod ovozliq asarlari. Sura G'oshiya 26 oyat. Makkada nozil bo'lgan. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey Muhammad, sana haqiqatan qiyomatning xabari keldi. Bu kunda nurg'un odamlar xor bo'lg'uchidir. Ular dunyoda gunoh qilg'uchilardir. Oxiratda jafo tortquchilardir. Ular harorati qattiq dozoqqa kiradi.
Suları qaynab turgan bulaqdan sug'uriladi. Ular uchun zarridan, ya'ni badbo'y, ochiq tikandin boshqa yemeklik bo'lmaydi. Zarri kishini samirtmaydi, ochliqni pasaytmaydi. Bu kunda nurg'un kishilar borki, ular ne'mat bilan xushaldir. Bu dunyoda qilgan sayyi amallaridan mamnundir. Ular oliy jannatidir. U yerda yomon so'z anglamaydi. U yerda buloqlar eqib turadi. U yerda egiz taxtlar, qator tizilgan qadahlar, rat-rat qo'yilgan yostiqlar, selingan esil bisotlar bor. Ular qarmamduki to'gilar qandoq yaratildi. Osmon qandoq egiz qilindi. Tağlar qandoq turg'izildi. Zimin qandoq yeyildi. Sen ularga vaz nasihat qilgin. Sen faqat ularga vaz nasihat qilg'uchisan. Sen ularga musallat, ya'ni ularni iymonga majburlug'uchi emassan. Lekin kimiki vaz nasihatdan yuz o'rib Allohni inkor qiladigan, Allah uni qattiq azoblaydi. Ular o'lgandan keyin haqiqatan bizning dargohimizga qaytadi. Ondan ulardan hisob elishqa biz mas'ulmiz. Avlod ovozliq asarlari. Sura Fajr 30 oyat. Makkada nozil bo'lgan. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Subhi bilan, Zulhajjining dastlabki 10 kechisi bilan, Qurbonlik kuni bilan, Arp kuni bilan, koinotning ajoyib harakati bilan, o'tgan kechi bilan qasamki, kofirlarga cho'qim azob qilamiz. Aql egisiga buningda, ya'ni yuqorqi narsalarda qanoatlanarlik qasam bormi? Parvardigoringning od, kuchlik eramni qandoq jazolaganligini ko'rmadingmi? Bundoq odamlar boshqa shaharlarda yaratilmagan edi. Shuningdek, Vadi Qorada toshlarni kesib, uylarni bino qilgan Samudni Alloh qandoq jazoladi. Shuningdek, qo'ziqlar egisi Firavunni qandoq jazoladi. Ular shaharlarda zulm qilishda haddidan oshdi. U yerlarda buzg'unchilikni ko'p qildi. Parvardigoring ularga qattiq azobni nozil qildi. Parvardigoring bandalarni albatta ko'zitib turg'uchidir. Parvardigori insonni sinab aziz qilsa va uningga ne'mat bersa, u Parvardigorim meni aziz qildi deydi. Parvardigori insonni sinab rizqini tor qilsa, u Parvardigorim meni xor qildi deydi. Hargiz undaq emas. Sizlar yetimni hurmat qilmaysizlar. Bir-biringlarni miskinga osh, non berishga targ'ib qilmaysizlar. Mirosni halol harom demasdan hadab yeysizlar. Molni yerislik bilan nihoyatda do'st tutsizlar. Ey g'ofillar, buningdan yeninglar. Zimin orqimi orqa tavirtilgan chaqda Parvardigoring kelgan va farishtalar sap-sap bo'lib kelgan chaqda gunohkorlarning ko'rishi uchun jahannam keltirilgan chaqda shu kunda inson, ya'ni kofir, dunyodagi qilmishlarini aslaydi. Bu chaqda asliganning uningga nima foydasi bo'lsin? U aytadi: "Kashki men dunyodagi hayot vaqtimda yaxshi ishlarni qilgan bo'lsam-chu, shu kunda har ahadi Allohga osiylik qilganlarni Alloh jazolagandek jazolamaydi. Hamda
hiç ahadi Allah bağlığandek bağlamaydı. Aram tapkuçu can, sen Perverdigarыңdın memnun. Perverdigarың sendin razı bolgan halda, onun dergahıga qaytqın. Sen mening yaxshi bandilarim qatoriga qo'shilgin. Mening jannatimga kirgin. Avlod ovozliq asarlari. Sura Balad 20 oyat. Makkada nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Bu shahar, ya'ni Makka bilan qasam qilaman. Ey Muhammad, bu shaharda urush qilish sana halaldir. Odam alayhissalom va uning yaxshi farzandlari bilan qasam qilaman. Biz insonni haqiqatan jafo mushaqqat ichida qilib yaratdik. U, ya'ni fojir, shaqiy odam o'ziga hech kishining kuchi yetmaydi deb o'ylamdi. U ko'p mol sarf qildim deydi. U o'zining mol sarf qilganligini hech kishi ko'rmadi deb o'ylamdi. İnson uchun ikki ko'z, bir til, ikki qalpoq yaratmadikmi? Uningga yaxshi yo'l bilan yomon yo'lni ko'rsatmadikmi? U davan oshmadi. Davan eshishining nimaligini qandoq bilatding? Davan eshish degan qul ozod qilmoqdir yoki ocharchilik kunda tuqqanchiligi bo'lgan yetimga yoki to'pida yotgan miskin, ya'ni holi nachar kambag'alga tamoq bermakdir. Shuning bilan billa, ya'ni yuqorqilarni qilish bilan billa iymon etganlardan, o'zaro sabr qilishga tavsiya qilishganlardan, o'zaro marhamat qilishga tavsiya qilishganlardan bo'lmoqdir. Ani shular, ya'ni yuqoridagi ishlarni qilgan kishilar saodatman kishilardir. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar badbaxtlardir. Ular dozoqqa solinadi. Avlod ovozliq asarlari. Sura Shams 15 oyat. Makkada nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Quyosh va uning nuri bilan qasamki, quyoshga agashgan chog'diki, oy bilan qasamki, quyoshni oshkor qilgan kunduz bilan qasamki, quyoshni yoshirgan chog'diki, kechi bilan qasamki, osmon bilan va uni bino qilgan zot bilan qasamki, zimin bilan va uni bino qilgan zot bilan qasamki, ruh bilan va uni chiroyli qilib yaratgan, uningga yaxshi yomonlikni bildirgan zot bilan qasamki, ruhini pok qilgan odam cho'qim murodiga yetadi. Nafsini kufri va fisqi fujur bilan kamsitgan odam cho'qim noumid bo'ladi. Samud haddidan oshqanligi uchun payg'ambarni inkor qildi. Ayni zamonda Samudning eng badbaxt odami mo'jiz bo'lib kelgan to'gini o'ltirishga oldirdi. Ularga Allohning payg'ambari, ya'ni Solih alayhissalom, Allohning to'gisiga chiqilmanglar, uni suv ichishdan to'smanglar dedi. Ular payg'ambarni, ya'ni Solih alayhissalomni yolg'onchi qildi. To'gini o'ltirdi. Gunohi tufaylidan Allah ularni talto'kis halok qildi. Umumyuzlik halok qildi. Allah uning, ya'ni ularni halok qilganlikning oqibatidan qo'rqmaydi. Avlod ovozliq asarlari. Sura Layl
21 oyat Mekkada nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Qorong'uliqi olamni qoplagan kechi bilan qasamki, yo'rg'an chog'diki kunduz bilan qasamki, ayolni yaratgan zot Alloh bilan qasamki, sizlarning amalinglar shak shubhisiz xilma-xildir. Pul melini Allohning roziligi uchun sarf qilgan, taqvodorlik qilgan, kalima tavhidni tasdiq qilgan odamga kelsak, uningga biz yaxshi yo'lni muyassar qilib beramiz. Bexillik qilib Allohning savobidan o'zini behojat hisoblagan, kalima tavhidni inkor qilgan odamga kelsak, biz uningga yomon yo'lni muyassar qilib beramiz. U dozoqqa tashlangan chaqda uning meli hech narsaga asqatmaydi. To'g'ri yo'lni ko'rsatishga shak shubhisiz biz mas'ulmiz. Dunyo va oxirat shak shubhisiz bizning ilkimizdadir. Sizlarni lavuldab turgan o'tdan ogohlantirdim. Uningga faqat haqni inkor qilgan, imondan yuz o'rgan odamni kirdi. Poklanish uchun mol-mulkini yaxshilik yo'llariga sarf qiladigan odam uningdan, ya'ni o'tdan jiroq qilinadi. Uning qilgan yaxshiligi birovning yaxshiligini yondirish uchun emas, faqat ulug' Parvardigorining roziligi uchundir. U, ya'ni ihson qilguvchi odam Parvardigorining bergan mukofotidan cho'qim rozi bo'ladi. Avlod ovozliq asarlari. Sura Zuha 11 oyat Mekkada nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Choshki vaqti bilan qasamki, qorong'uliqi atrofni qoplagan chog'diki kechi bilan qasamki, ey Muhammad, Parvardigoring seni tashlavatganimi yo'q? Yomon ko'rib qolganimi yo'q? Sana oxirat albatta dunyodan yaxshidir. Parvardigoring sana oxiratda savob, hurmat va shafaat qatorliqlarni ato qiladi. Sen memnun bo'lasan. U seni yetim bilib panoh bermidimi? Qaymoqqan bilib hidoyat qilmadimi? Seni yo'qsiz bilib kishilardan behojat qilmadimi? Yetimni xorlama, soilga qo'pollik qilma. Parvardigoringning sana bergan ne'matini kishilarga so'zlab bergin. Chunki ne'matni so'zlab berganlik ne'matga shukr qilganlik bo'ladi. Avlod ovozliq asarlari. Sura Inshirah 8 oyat Mekkada nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey Muhammad, sening ko'ksingni hidoyat, hikmat va Qur'onning nuri bilan keng qilmadikmi? Sening belingni egivatgan eg'ir yukni ustingdan ilib tashladik. Sening shuhratingni ustun qildik. Albatta, har bir mushkullik bilan bir osonlik bor. Albatta, har bir mushkullik bilan bir osonlik bor. Ey Muhammad, da'vatdan bo'shigan chig'ingda Allohga ibodat qilishga tirishqin. Parvardigoringga yuzlangin. Avlod ovozliq asarlari. Sura Tin 8 oyat Mekkada nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Anjur bilan va zaytun bilan qasamki, Sino tig'i bilan qasamki, bu tinish shahar, ya'ni Makka mukarrama bilan qasamki, biz insonni shak shubhisiz
eng chiroyli shaklda yaratdik. Ondan uni chiroyli yaratganlik ne'matimizga shukr qilmay, osiylik qilganlikdan dozoqqa qaytirdik. Faqat iymon etgan, yaxshi amallarni qilganlar buningdan mustasno. Bularga üzülmez savab beriladi. İyi insan buningdan keyin, ya'ni ro'shan dalillar bayon qilingandan keyin yana nimishqa qiyomatni inkor qilasan? Allah eng adil hukm qilguvchi emasmi? Avlod ovozliq asarlari. Sura Alaq 19 oyat. Mekke'de nazil bo'lgan. Nahayeti shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Yaratgan Parvardigoringning ismi bilan o'qig'in. U insonni lahti qondan yaratdi. O'qig'in. Parvardigoring eng karamlikdir. U qalam bilan xat yezishni o'rgatdi. İnsonga bilmagan narsalarni bildirdi. Shak shubhasiz inson o'zini boy sanab, Allohga bo'ysunishdan bosh tortib, rostla haddidan oshidi. Ey inson, bordigan yering Parvardigoringning dargohidir. Qilmishingga qarab jazoga yoki mukofotga erishsan. Namoz o'qiyotgan bandini, ya'ni Muhammad alayhissalomni to'sqan odamning holini menga aytib bersangchu. Menga uning holini aytib bersangchu. Agar u haddidan oshquchi namozni to'sishning o'rniga to'g'ri yo'lda bo'lgan bo'lsa, yoki taqvodorlikqa amr qilgan bo'lsa, bu uning o'zi uchun yaxshi bo'lmasmidi? Menga aytib bersangchu, agar u Qur'onni inkor qilsa, imondan yuz o'rsa, Allohning uni ko'rib turadiganligini bilmadimi? U gumrohlikdan yansun. Agar u buningdan yanmasa, cho'qim uning ko'kulusidan, yolg'onchi gunohkorning ko'kulusidan tutib jahannamga so'raymiz. U o'zining so'rindoshlarini yordamga chaqirsin. Biz zaboniylar, ya'ni jahannamning kuchli qattiq qo'l farishtalarini chaqiramiz. Bu fojir gumrohlikdan yansun. Uningga itoat qilmag'in. Allohga sajda qilg'in. Shuning bilan Allohga yaqinlik hosil qilg'in. Avlod ovozliq asarlari. Sura Alaq 19 oyat. Mekke'de nazil bo'lgan. Nahayeti shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Yaratgan Parvardigoringning ismi bilan o'qig'in. U insonni lahti qondan yaratdi. O'qig'in. Parvardigoring eng karamlikdir. U qalam bilan xat yezishni o'rgatdi. İnsonga bilmagan narsalarni bildirdi. Shak shubhasiz inson o'zini boy sanab, Allohga bo'ysunishdan bosh tortib, rostla haddidan oshidi. Ey inson, bordigan yering Parvardigoringning dargohidir. Qilmishingga qarab jazoga yoki mukofotga erishsan. Namoz o'qiyotgan bandini, ya'ni Muhammad alayhissalomni to'sqan odamning holini menga aytib bersangchu. Menga uning holini aytib bersangchu. Agar u haddidan oshquchi namozni to'sishning o'rniga to'g'ri yo'lda bo'lgan bo'lsa, yoki taqvodorlikqa amr qilgan bo'lsa, bu uning o'zi uchun yaxshi bo'lmasmidi? Menga aytib bersangchu, agar u Qur'onni inkor qilsa,
imandan yüz örse, Allah'ның uni ko'rib turdiganligini bilmedimi? U gumrohlikdan yansun. Agar u buningdan yanmasa, cho'qim uning ko'kulusidan yolg'onchi gunohkorning ko'kulusidan tutib jahannamga so'raymiz. U o'zining so'rindoshlarini yordamga chaqirsin. Biz zaboniylar, ya'ni jahannamning kuchlik qattiq qo'l farishtalarini chaqiramiz. Bu fojir gumrohlikdan yansun. Uningga itoat qilmag'in. Allohga sajda qilg'in. Shuning bilan Allohga yaqinlik hosil qilg'in. Avlod ovozliq asarlari. Sura Alaq 19 oyat. Makkada nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Yaratgan Parvardigoringning ismi bilan o'qig'in. U insonni laxti qondan yaratdi. O'qig'in. Parvardigoring eng karamlikdir. U qalam bilan xat yozishni o'rgatdi. İnsonga bilmagan narsalarni bildirdi. Shak shubhasiz inson o'zini boy sanab, Allohga bo'ysunishdan bosh tortib, rostla haddidan oshidi. Ey inson, bordigan yering Parvardigoringning dargohidir. Qilmishingga qarab jazoga yoki mukofotga erishsan. Namoz o'qiyotgan bandini, ya'ni Muhammad alayhisalomni to'sqan odamning holini menga aytib bersangchu. Menga uning holini aytib bersangchu. Agar u haddidan oshquchi namozni to'sishning o'rniga to'g'ri yo'lda bo'lgan bo'lsa, yoki taqvodorlikqa amr qilgan bo'lsa, bu uning o'zi uchun yaxshi bo'lmasmidi? Menga aytib bersangchu, agar u Qur'onni inkor qilsa, imondan yüz o'rsa, Allohning uni ko'rib turdiganligini bilmadimi? U gumrohlikdan yansun. Agar u buningdan yanmasa, cho'qim uning ko'kulusidan yolg'onchi gunohkorning ko'kulusidan tutib jahannamga so'raymiz. U o'zining so'rindoshlarini yordamga chaqirsin. Biz zaboniylar, ya'ni jahannamning kuchlik qattiq qo'l farishtalarini chaqiramiz. Bu fojir gumrohlikdan yansun. Uningga itoat qilmag'in. Allohga sajda qilg'in. Shuning bilan Allohga yaqinlik hosil qilg'in. Avlod ovozliq asarlari. Sura Zalzala 8 oyat. Madinada nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Zimin qattiq tavirtilganda, zimin qo'ynidagi yuklarni, ya'ni madanlar, o'tlar, o'liklarni chiqarganda, inson, ya'ni kofir uningga, ya'ni ziminga nima bo'ldi deganda, bu kunda zimin o'zining xabarlarini, ya'ni uning ustida ishlangan yaxshi yomon ishlarni ma'lum qiladi. Uning ma'lum qilishi Parvardigorining uni shundoq qilishga amr qilganligidandir. Bu kunda kishilar qilgan amallarining natijasini ko'rish, ya'ni natijasiga erishish uchun top-top bo'lib tarilib ketadi. Kimiki zarichilik yaxshi ish qiladi ekan, uning mukofotini ko'radi. Kimiki zarichilik yomon ish qiladi ekan, uning jazosini tortadi. Avlod ovozliq asarlari. Sura Adiyat 11 oyat. Makkada nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon
Allah'ның ismi bilan boshlayman. G'ozilarning dushmanga hujum qilishida hasirab yugurguchi, qattiq yugurganlikdan, tuvoqlaridan o't chachirguchi, atdiganda dushman ustiga bostirib kirguchi, qattiq chapqonlikdan to'pichang chiqarguchi, shu to'pichang bilan dushman to'pi ichiga kirib ketguchi otlar bilan qasamki, inson haqiqatan Parvardigorining ne'matlarini shaksiz inkor qilguchidir. İnson haqiqatan uningga, ya'ni Allohning ne'matini inkor qilganligiga albatta o'zi guvohdir. İnson pul molga intayin herisdir. Qabrlardagi o'liklar sirtqa chiqarilgan, dillardagi sirlar oshkor qilingan chaqda ularning hamma ahvolidan Parvardigorining haqiqatan xabardor ekanligini bu nodon inson bilmamdu. Avlod ovozliq asarlari. Sura Qariya 11 oyat. Makkadan nozil bo'lgan. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Qiyomat. Qiyomat nimadir? Qiyomatning nima ekanligini qandoq bilalaysan? Shu kunda insonlar tarilib ketgan parvonadek bo'lib ketadi. Tog'lar etilgan yungdek bo'lib ketadi. Tarozisi eg'ir kelgan, ya'ni yaxshiliklari yomonliklarini besib tushgan odamga kelsak, u ko'ngillik turmushda, ya'ni nozu ne'matlik jannatda bo'ladi. Tarozisi yenik kelgan, ya'ni yomonliklari yaxshiliklarini besib ketgan ya yaxshiligi bo'lmagan odamga kelsak, uning joyi haviya bo'ladi. Haviyaning nima ekanligini sen qandoq bilalaysan? Haviya qiziq o'tdir. Avlod ovozliq asarlari. Sura Takasur 8 oyat. Makkadan nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Toki qabrlarni ziyorat qilganinglarga, ya'ni qabrlarga ko'milganinglarga qadar pul-mol, bolalar bilan faxrlanmak sizlarni g'aflatda qoldirdi. Rastla kelgusida bilasizlar. Ondan rastla kelgusida bilasizlar. Agar sizlar rastla haqiqiy bilsanglar, g'aflatda qolmanglar. Sizlar cho'qim jahannamni ko'rsizlar. Ondan uni cho'qim o'z ko'zinglar bilan ko'rsizlar. Ondan dunyoda sizlarga berilgan ne'matlardan savol so'roq qilinsizlar. Avlod ovozliq asarlari. Sura Asr 3 oyat. Makkadan nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Zaman bilan qasamki, iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, bir-biriga haqni tavsiya qilishgan, bir-biriga savrini tavsiya qilishgan kishilardan boshqa hamma odam cho'qim ziyon ichidadir. Avlod ovozliq asarlari. Sura Humaza 9 oyat. Makkadan nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Kishilarni aybliguchi suxanchiga voy. U mol to'pladi va uni yaxshilik yo'llariga sarf qilmay saqlash uchun sanadi. U meli o'zini dunyoda mangu qoldirdi deb o'ylaydi. Hargiz undaq emas. U cho'qim o'tamaga tashlanadi. O'tamaning nimaligini qandoq bilalaysan? U Allohning yondirgan o'tidirki, o'tning alimi
yüreklerge yetib bardı. Ular çoqum dozaqqa solunudu. İgiz tövrüklerge bağlanıdı. Avlad avazlıq əsərləri. Sure Fil 5 ayet Mekke'de nazil bolğan. Nahayeti şəfqətlik və mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Perverdigarının fil egillerini qandaq qılğanlığını görmedingmi? O, ularning hili mikrini berbat qilmadimi? O, ularning üstüge top qushlarni avatdi. Qushlar ularga sapal taşlarni etib, ularni choynib etilgan samandaq qilvatdi. Avlad ovozliq asarlari. Sure Quraysh 4 ayet Mekke'de nazil bolğan. Nahayeti şəfqətlik və mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Quraysh qoğdalğanlıqları üçün ular qışlıq və yazlıq səpirdə qoğdalğanlıqları üçün bu öy, yani Beytullah'ın perverdigarıga ibadet qılsın ki, u ularni açlıqda ozuqlandırdı. Ularni qorqunuşdan əmin qıldı. Avlad avazlıq əsərləri. Sure Maun 7 ayet Mekke'de nazil bolğan. Nahayeti şəfqətlik və mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Dinni inkar qılğan Ademni gördünmü? O yetimni düşkələydiğan, miskinge tamaq berişni tərgib qılmaydigan adamdır. Şundaq namaz oquvchilarga vay ki, ular namazni g'aflat bilan o'qiydi. Namazni riyo bilan o'qiydi. Ular qo'lqa bermaydi. Avlad ovozliq asarlari. Sure Kevser 3 ayet Mekke'de nazil bolğan. Nahayeti şəfqətlik və mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Biz sana hakikaten nurgun yaxşılıklarını ata qıldık. Perverdigarın üçün namaz oqığın və qurbanlıq qılğın. Hakikaten senin düşmanının nam nişanı qalmaydı. Avlad avazlıq əsərləri. Sure Kafirun 6 ayet Mekke'de nazil bolğan. Nahayeti şəfqətlik və mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey Muhammed, seni butlarga çoqunuşqa ündügiçi kufarlarga aytqin ki, ey kafirlar, sizlar çoqunuvatqan butlarga men çoqunmayman. Sizlarmu men ibadet qılıvatqan Allah'a ibadet qılmaysizlar. Sizlar çoqunğan butlarga mening çoqunğanim yo'q. Sizlarningmi men ibadet qilgan Allah'a ibadet qilganinglar yo'q. Sizlarning dininglar o'zinglar uchun, mening dinimmi o'zim uchun. Avlad ovozliq asarlari. Sure Nasr 3 ayet Medine'de nazil bolğan. Nahayeti şəfqətlik və mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Allah'ın yardımı və g'alabisi kelgan və Allah'ın diniga kishilarning top bo'lib kirganligini ko'rguningda Rabbingga tasbih aytqin, hamidi aytqin və uningdan mag'firat tiligin. Allah haqiqatan tavbini bek qabul qilguchidir. Avlad ovozliq asarlari. Sure Masad 5 ayet Mekke'de nazil bolğan. Nahayeti şəfqətlik və mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Abu Lahabning ikki qo'li qurib ketsin. Amalda qurib ketdi. Uningga mal mulki və
erishgan narsalari asqatmadi. U lavuldab turgan o'tqa, ya'ni do'zaxga kirdi. Uning o'tin to'shig'ichi, ya'ni suxanchi xotinimi lavuldab turgan o'tqa kirdi. Uning bo'ynida mahkam eshilgan arg'amchi bo'ladi. Avlod ovozliq asarlari. Sura İxlos 4 oyat. Makkada nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey Muhammad, aytqinki, u Alloh birdir. Hamma Allohga muhtojdir. Alloh bola topganmi emas, tug'ilganmi emas. Hech kishi uningga tangdosh bo'la olmaydi. Avlod ovozliq asarlari. Sura Falaq 5 oyat. Makkada nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Maxluqotning sharridan, qorong'uliqi bilan kirgan kechining sharridan, tugunlarga dam solg'uchi sehrgarlarning sharridan, hasadxo'rning hasad qilgan chog'dagi sharridan, Subhining Parvardigori Allohga sig'inib panoh tilayman degin. Avlod ovozliq asarlari. Sura Nas 6 oyat. Makkada nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. İnsanlarning Parvardigori, insonlarning podshohi, insonlarning ilohi Allohga sig'inib, kishilarning dillarida vasvasa qilg'uchi jinlardan va insonlardan bo'lgan yoshurun shaytonning vasvasasining sharridan panoh tilayman degin. Avlod ovozliq asarlari.